Mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashda Trust Bankning iqtisodiy ko'magi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bank moliyalashtirayotgan loyihalar hisobiga ishlab chiqarish quvvatlari ortib, yangi ish o'rinlari paydo bo'lyapti. Bugungi kunda Trust Bank xususiy aksiyadorlik bankida kichik va o'rta biznes subyektlarini hamda yirik korxonalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida faol va tezkor moliyalashtirish yo'lga qo'yilgan. Jumladan, milliy va xorijiy valyutada kreditlash, faktoring xizmatlarini ko'rsatish, bank kafolatlarini taqdim etish amalga oshiriladi. 2026-yilning birinchi yarim yilligida jami 3 trillion 750 milliard so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratilgan bo'lib, shu qatorda 93 milliard 350 million so'm miqdorida faktoring xizmatlari ko'rsatilgan va buning natijasida hududlarda 1100 dan ziyod yangi ish o'rinlari yaratildi. Bankimizda muntazam ravishda yangi kredit mahsulotlari ishlab chiqiladi va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash izchil olib boriladi. Xususan, Capital House, Express va Refinance kabi kredit mahsulotlari kun kecha yo'lga qo'yildi va bu tadbirkorlikni rivojlantirish, eksport salohiyatini oshirish va tadbirkorlar faoliyatini yanada yaxshilashga yordam beradi. Bugungi kunga kelib Trust Bank 40 mingdan ortiq yuridik mijozlar bilan hamkorlikda faoliyat olib bormoqda. Ular o'rtasida yo'lga qo'yilgan aloqalar tobora kengayib borayotgani amaliy natijalarda ham ko'rinib turibdi. Bu borada esa mamlakatimizda yirik ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblangan Alutex korxonasining o'rni alohida. Alutex korxonasi o'z hajmini oshirishida, ishlab chiqarish yo'nalishlarini kengaytirishida Trust Bank bilan hamkorlikda ish faoliyatini yuritib kelmoqda. 2023-yil davlat rahbari prezidentimizning tashriflaridan so'ng bizda ishlab chiqarish salohiyati yana ham yuqori darajaga chiqdi. 1000 tonnadan 2000 tonnagacha hajmni tashkil qiladi. 3000, 5000 dan yuqori bo'lgan har xil turdagi mahsulot ishlab chiqaramiz. Misol tariqasida keltirishimiz mumkin arxitektura, dizayn yo'nalishi, avtomobil yo'nalishi, mebel ishlab chiqarish yo'nalishi, energetika sohasi bo'yicha va hokazo. Bizni korxonamiz ishlab chiqarayotgan mahsulot sifati yuqori darajada bo'lganligi sababli eksport salohiyati bir necha baravarga oshdi. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlariga ham o'z mahsulotlarimizni yetkazib beramiz. Yana bir muhim jihat, yurtimizda qurilish, bunyodkorlik ishlari ko'lami ortgani sayin bu korxona mahsulotlariga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Qolaversa, muqobil energetikani rivojlantirish ham mamlakatimizda alohida e'tibor qaratilayotgan yo'nalish. Tabiiyki, bu ham alyumin profillarga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Men ushbu ishlab chiqarish korxonasida 3 yildan beri faoliyat o'tayman. O'z ustozlarimizdan o'rgangan bilimlarimizni amalda qo'llab, shu kungacha ishlab kelmoqdamiz. Korxonamizdagi sharoitlar juda yaxshi, yetarli darajada maosh ajratilgan, o'z vaqtida dam vaqtlari bor. Bundan tashqari tibbiyot punktlarimiz ishlamoqda va transport xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Mamlakatimizda ishlab chiqarishning har bir yo'nalishi iqtisodiyot uchun yangi qiymat yaratib, imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Bu jarayonda tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlab kelayotgan Trust Bank bilan hamkorlik esa bunday loyihalarni yanada kengaytirishga xizmat qilyapti. Ana shunday hamkorlik asosida faoliyat yuritayotgan yirik korxonalardan biri ProCap. Ayni paytda ushbu korxonada 1000 ga yaqin xodim mehnat qilmoqda. ProCap korxonasi 2012-yilda tashkil topgan. Faoliyatimiz asosiy kabel va sim o'tkazgichlarni ishlab chiqarishdan iborat. Hozirgi kunda yillik 50 ming tonnadan ortiq mis qayta ishlash, 10 ming tonnadan ortiq alyumin qayta ishlash quvvatiga egamiz. 5 ming xildan ortiq mahsulotlar turlari mavjud. Eksport geografiyamiz 50 tadan ortiq davlatlarni tashkil etib, bu MDH davlatlari, Markaziy Osiyo, O'rta Sharq, Yevropa, Amerika davlatlarigacha eksport qilganmiz. Korxonamiz Yevropaning bir qator davlatlarining sertifikatlariga ega. Umumiy 120 million dollardan ortiq investitsiya kiritilgan, energiya tejash maqsadida yangi texnologiyalar olib keltirganmiz. Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga berilgan sharoitlar, investitsion muhit albatta bizani yuqori marralarga yetishimizga, ishlab chiqarishni kengaytirish, eksport geografiyamizni kengaytirishga imkon yaratmoqda. ProCap korxonasida 4 yildan beri mehnat faoliyatini olib boraman. Bu yerda asosiy qiladigan ishim tayyor mahsulot omboriga kabellarni ishlab chiqargan mahsulotlarimizni chiqarish, ularni to'g'ri ro'yxatga olib borish. Kun davomida kuniga 100 kilometrga yaqin tayyor kabel mahsulotlari ishlab chiqariladi. Bu korxonada ishlayotganimdan juda xursandman.
Aslida har bir yirik ishlab chiqarish katta mehnat, sarmoya natijasida paydo bo'ladi. Trust Bank bilan yurtimiz tadbirkorlari o'rtasidagi hamkorlik esa bu maqsadlarni aniq loyihalarga aylantirmoqda. Bu esa yangi ishlab chiqarish quvvatlari va ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir.